Salomat bo'lsin. Toshkentga birinchi kelganimda to'g'risini aytaman, hech narsam yo'q edi. Hozir mana Xudoga shukr, kreditlarim bor. Qarzlarim bor. Bitta magazinlarga beradigan lizing, mana shunaqalarim bor. Zato bor. Oxirgi payt bitta savol sizlarga. Blogerlar yili bo'ldi, e'tibor bergan bo'lsangiz 3-4 yil. Lekin oxirgi yilda blogerlarni urib qo'ygan kasb egalari chiqdi. Kim topadi? Kim? Vaynerlar, vaynerlarda ularda olib vayner hech kim emas. Kim? Motivatorlar. Yordamlar. Ichida zo'rlari bor. Men ko'radigan, masalan, Muhammad Ali Eshonqulov degani bor. Qarshi chopqasida. Zo'r. Endi men to'g'risini aytaman, motivator bilan treningchi farqini bilmayman. Umumiy motivator deb qo'yib ketaveraman. Mana M Factor, osmondagi bolalar, mana Oybek Qosimov degani bor. Qarshi chopqaslar. Men ko'radiganlar bilan. Endi tan olaylik, ichida qandlari ham chiqib keldi. Mazalari ham chiqib keldi. Xotin ertalab turib, dadasi pul bering, motivatsiya olib kelaman dedi. Nima? Motivator kelibdi, konsert qo'yapti ekan, boraman, 300 ming bering dedi. Bog'chada motivatsiyalar kim oladi? Qolasa yana bitta motivatsiya qilib beraman. Jahlimni chiqarmay bering dedi, pulni olib ketdi. Abetda irshayib kirib keldi. Qo'lida bakal, kitob. Aytdim, qalay bo'ldi desam, zo'r bo'ldi dedi. Yo'q, qo'lingdagi nima desam, o'zini yozgan kitob ekan dedi. Nomi nima desam, boylikka eltuvchi 1000 ta yo'l. Shuni sotdi dedi. Pul zaril ekan. Nech pul ekan desam, o'zi 50 ming ekan, bizga 30 mingdan berdi dedi. Bo'lib berar ekanmiz dedi. Berchi dedim, o'zi yozgan ekan desam, kitobni o'qib chiqdim. To'g'risini aytaman, ana kitobdan bakalni foydasi ko'proqda. Kim ekan o'zi u? Kim desam, kitobda oxirgi betida bor rasm bilan familiyasi. Shuni ochib, ne ko'z bilan ko'rayki. 10 yil oldin Politexda birga o'qigan kursdoshim rasmi turibdi. Endi kimligini aytmayman, chunki aytsam Sanjar xafa bo'ladi. Qarang. Xafa bo'lma. Borini aytish kerak. Machimi desam, dedi, bu bilan biz insta o'qiganmiz. 10 yil oldin. Berdi. Ikkinchi seansi ham bormi desam bor. Borib ishonasizlarmi? Bo'lgan voqea 300 mingga bilet oldim. Kirib o'tiribman. Endi u to'g'risini aytaman, insta o'qib yurganimizda ham anaqa jentlmen bo'laydi. Qop-qora kostyum shimlarda, galstuklar taqib, mashina qilib yurar edi. Kutib o'tiribman, burchida qanaqa bo'lar ekan. Bir payt chiqib keldi. Chiquvdi qarsiylar, bitada tanidim. Ustida kostyumidan. O'sha insta kostyum. Xafa bo'lma. Yo'q, jinni o'poladi dedi mana uni gaplarini eshit. Nima deydi? Diqqat qilinglar. Gaplariga o'tamiz. Bo'lgan voqea. Chiqib keldi-da. Agar deydi, hayotda, biznesda g'alaba qozonishni xohlasangiz, o'zingiz aqlingiz yetgan sohaga pul tiking. Bundan 10 yil avval men o'zim aqlim yetmagan sohaga 50 ming dollar tikib bankrot bo'lganman. Diyorda qarshi bo'lib ketdi. Men aytdim, voy mashina. Aka, hisob kitob qildim, o'zida o'tirib. 10 yil oldin bu bilan biz yotoqxonada boru. Roltingga pulimiz yo'q. Patologga tupurib qoringa tushirib yotardi. Voy mazgi dedim. Xo'sh dedim. Desam, tugaslar, keyingi gaplar. Shu chiqdi-da. Hayotda eng muhim narsa bu sog'lik. Sog'lig'ingizni e'tiborliroq bo'ling dedi. Agar siz sog'lom bo'lishni xohlasangiz, kasal bo'lmang dedi. Odamlar qarshi olyapti-mi? Yo'q, odamlar jinni bo'lib qolgan. Yo, men jinni bo'lib qolganman. Yana nima deydi?
boy bo'lishni xohlasangiz, ko'proq pul toping deydi. Alo, o'lmasangiz yashaverasiz degan gap. Voy mazgi. Yomon qilyapti-ku dedim. Lekin bitta gapi yo'qdi. Bitta gapi yo'qdi. Agar deyapti. To'rtta kambag'al turgan bo'lsa deyapti. Sen borib qo'shilsang dedi. 5 ta bo'ladi kambag'al. Xo'p. To'rtta boy turgan bo'lsa dedi. Sen borib qo'shilsang 5 ta boy bo'ladi dedi. Dedim. Lekin bu gap har doim ham ish bermas ekan. Chunki men to'rtta boyni qidirib Toshkentga keldim. Toshkentda to'rtta boyni topdim, yurdik, gaplashdik, yaqinda 30 ming dollar to'lashdi. Bu ana to'rtta boyni siz 5 ta kambag'al qo'ysangiz ham mumkin-da. Ki chiqdi-da. Yor choyxonaga dedi. To'xta dedi. Ha, desam kitoblarni olib. Kitoblar olib ketdik. O'tiribsiz. Qarang, endi yaxshimi? Institutdan kulyatsam, kulma dedi. Elmurod dedi. Undan ko'ra maqsad qo'yib olding dedi. Reja tuzdi. Balki maqsadim seni ustingdan kulishdir. Yo'q dedi. Maqsad tuzsa. Xo'p, maqsad tuzsam nima bo'ladi desam, maqsad tuzib, reja tuzib dedi. Reja bo'yicha harakatlan. Xo'p, nima bo'ladi desam, o'zingni dedi, shaxsiy biznesing, shaxsiy puling, shaxsiy mashinalaring bo'ladi dedi-da, Royal taksiga o'tirib ketdi. Men undan keyin kirib, birga yegan ovqatimizga ham ikkalamizga to'ladi. Yaxshilariga ham qarshi chopqasizlar, qarshi chopqasizlar. Xafa bo'lma. O'zi ham shatda. Haqiqiy motivatsiya nimaligini aytaymi? Qaranglar. Haqiqiy motivatsiya u yoqdan bu yoqdan motivatsiya qidirmanglar. Uyingizga boring. Oila davrasida oilangiz bilan birga ovqatlaning va zimdan otangizni kuzating. Qushdan qolgan tanasiga, qaltirab qolgan qo'llariga qarang. Dunyodagi eng go'zal ayol onangizni kuzating. Oq tushgan sochlariga qarang. Yuzlariga yildan yil ajin tushib borayotganini tomosha qiling. Mana shu ikki inson sizni hayotdagi eng asosiy motivatorlaringiz. Ular sizni hayotda hammadan ko'ra tezroq natija qozonishingizni, g'alaba qilishingizni kutishadi. Siz ham shunga qarab harakat qilishingiz kerak. Hozir ota-onangiz yosh chog'ida, sog'lom paytida tezroq natijaga erishmasangiz, keyin kech bo'ladi. Ishoning, ishoning. Chunki ertaga qarib qolgandan keyin dunyodagi eng go'zal shaharga ota-onangizni olib boraman deng, bormaydi. Oyog'i og'riydi. Dunyodagi eng shirin taomni olib bering, yemaydi, oshqozon ko'tarmaydi. Bilasizmi? Har birimizning ota-onamizni yoshlik chog'larida xuddi bizga o'xshab go'zal orzulari bo'lgan. Lekin oradan yillar o'tib, qanaqadir sabab bilan u orzular unutilib ketgan. Sizga aytadigan ikki og'iz gapim, agar qo'lingizdan kelsa, ota-onangiz yoshlik chog'larida yo'qolib ketgan go'zal orzularini joyiga qaytaring va ularni ushalishiga yordam bering. Har birlaringiz ota-onalaringiz sog' bo'lsin. Bittaman yagona manda bittaman nomini bilmadim qanaqadir eng qimmat jiptaman iPhone 15 Note Pro Plus X Plus bu qo'shiq o'zim uchun hamma uchun mix emas meni tanishadi hamma alfabetda telmagan Dubai meni qo'limda mana arendaga berganman balki o'ylashadi meni buncha yurmasa kerak tanimaganlar tanib ol mana o'sha Haydar Erik mana o'sha Haydar Erik Hammaga salom. Sizlar bilan Erik Haydar. Tirs. Kelishdiga do'stlar. Darsni boshlash oldin bitta narsani aytib qo'y. O'tgan safargi darsimda kim meni xafa qilgan bo'lsa kechirdim.
Xuddi shunday. Men ham o'tgan safargi darsda kimnidir xafa qilgan bo'lsam, to'ppa-to'g'ri qilganman. Chunki men o'zimdan o'zim birovni xafa qiladigan bola emasman. Kelishdiga, xush kelibsizlar avvalo darsga. Bugun juda jiddiy va juda seryozni darsda o'tamiz. Ya'ni matematika va geometriya. Bormi matematikani biladiganlar? Maza qilasizlar. Matematika bu shunaqa fanki, matematikani bilgan odam qarzi bo'lmaydi. Erkak bo'lib, mujik bo'lib tan olaylik. Zalda $100 qarzi borlar bormi? Bugun mashq fanni yaxshi o'rganinglar. Mashqdan qarzni qutulib chiqib ketasizlar. $500 qarzi borlar bormi? Balo bormi konsertda? Ha? Shuncha qarz bilan konsert yurmaydi. Harakatingni qilmaysanmi? $3000 qarzi borlar bormi? Yaxshi, metako'chilar ham shatda. Bilmasam bilib ol, o'zimni tanishtirib qo'y. Dunyo fanlari doktori, professor olim, ximiya, matematika, fizika, shu bo'yicha kandidatskiy o'qilib, robotota texnika degan fanlarni ermakka o'rganib, 6-sinfda prosta prikolga oliy matematikani o'rgangan o'sha mashhur Erik Haydarovich bo'laman. Kelishdiga Van Damni taniysizlar, a? Ismi Van bo'lgan. Shu bir damini berib qo'ygandan keyin bo'ldi aka, bugundan Van Damman dedi. Jek Chan taniysizlar? Jeki bo'lgan. Uri changini chiqarib yuborganman. Ergaga Chang familiya qilib olsam bo'laveradimi? Behijolat ekan, bosgasini degan. Ilonga shipaga tushirganlar bormi? Ilonga velosiped mindirganlar bormi? Kelishdiga qoidalar o'sha, formasi, daftari yo'qlar, mana undaqa do'dirab yuradiganlar bo'lsa, hozir chiqib keting. Hozir keting, ayaya bo'ladi. Atata qilaman, bir joylaring vava bo'lib qoladi. Kelishdiga bugun matematika, geometriya juda seryozni fan bu. Bitta narsani bilib olinglar. Masalan, Trinidad Tobago deb bolalar, Buenos Aireslik bolalar, Oklahoma shtatidagilar, Avstraliyaliklar matematikani bilmasa ayaya bo'lmaydi. Ularga yarashaveradi. Lekin biz Al-Xorazmiyda avlodi bo'lib turib matematikani bilmasak, ana bu haqiqiy ayaya. Kelishdiga bugun futbolga, boksga bog'lab o'tib beraman, mana shu fanni. Ronaldoning muxlislari bormi? Ronaldo nechinchi yil tug'ilgan, kim biladi? 85, to'ppa-to'g'ri. 85. Ronaldo qayerda tug'ilgan? Portugaliya. Top, молодец, to'g'ri. Messini taniydiganlar, muxlislari bormi? Nechinchi yil tug'ilgan Messi? 87, to'ppa-to'g'ri. Qayerda? Argentina. Navbatdagi savol. Buyuk bobomiz Al-Xorazmiy nechinchi yil tug'ilgan? Shamollab keldingizlarmi, ha? Yaxshi, kecha kirganlar ham bor ekan. Bilmasalaringiz bilib olinglar. Buyuk bobo kalonimiz Xorazmda 783-yilda tug'ilgan. Matematikaga mana ko'rib turibsizlar. Al-Xorazmiy. Kelishdiga o'zi asli matematikaga Pifagor birinchi sal matematikani boshlagan. Keyin geometriya, Pifagor teoremasi bilan geometriyani fan sifatida matematikani oldiga olib kelgan. Ana undan keyin bizning bobomiz matematikani haqiqatda fan sifatida shakllanishiga o'z hissasini qo'shgan va undan keyin algebraga asos solgan. Algebra bu nima? Algoritm. Ya'ni sanoq sistemasiga nolni olib kirgan inson bo'ladi. Agar mana shu inson bo'lganda hozir biz kim 0, kim 1 bilmay yuraveramiz. Kelishdiga. Endi savol tug'iladi sizlarda. Xo'p, bularni tushundingiz. Sani nima aloqang bor deyotganlar, mana shu joyga keldi. Kalkulyatorlaringiz bo'lsa olib hisoblanglar. Hozir menga bog'liqlik joyini ko'rsataman. Bu fanning 3-avlodi men bo'laman. Pifagor, Al-Xorazmiy, Erik Haydar. Isbotlab beraman. Demak, Pifagor miloddan avval 570-yilda tug'ilgan, qo'shamiz Al-Xorazmiy bobomiz 783-yil tug'ilgan va natija 1353. Endi bunga uyumining umrini qo'shamiz.
uyimi nomerini qo'shamiz. Natija esa 1986. Xola bu hali hammasi bas. Endi bunga mashinami nomerini qo'shamiz. 324 qo'shamiz. 2310. 23-oktyabr. Ko'rib turibsizlar-a? Men agar uyimni yo mashinamni nomerini o'zgartiradigan bo'lsam, Pifagor tarixdan chiqib ketyapti. Dunyo matematiklari har kuni paket ko'tarib uyimga keladi. Agar xotiningizni o'zgartirsangiz ham uy bilan mashinani o'zgartiring. Iltimos, jon aka. Mana so'raylar bilgan bilmaganlar. Kelishdiga ortiqcha luqma tashlash, shunaqalar bo'lmasin. Demak, darsni boshlaymiz. Do'stkaga sana, pana yozmaysiz, butun umrga yetadi sizlarga. Mani 30 ta qilib parama-para yetalab yuradigan o'qituvchilar emasman. Kelishdiga. Demak, bitta chiroyli jim bo'lasizlar, boshlaymiz. Jurnal qani jurnal? Allapa! Allapa jurnalni olib chiqing. Demak, shunday cho'layotganlar. Dunyoda ikkita xavfli zarba bor. Birinchisi mani zarbam, ikkinchisi hayot zarbasi. Ikki shunday cho'ma, dars bo'lyapti. Isha? Ey! Men seni tanidim. Dars tugaydi. Sen darsdan keyin uyinggacha boshing orqasiga urib olib ketaman, sen. Men seni tanib oldim. Test javoblarini ham olib keling. Demak, uchta cho'ma deyapman. Shunaqa uraman, seni ko'rgani borgan o'rtoqlaring bor-ku. Ergaga urgan o'rtog'imiz qayerda yotibdi desa 13, 14, 15-palatada deydi. Nimaga desa, iloji bo'lmayapti, bo'lib davolayapmiz deydi. Matematika qaranglar. Bitta sonni o'ylanglar, bir xonali bo'lsin. Bir xonali bo'lsin. Bitta sonni o'ylanglar. Aytmaydi uni, ichida o'ylaydi. O'yladilaringni 2 ga ko'paytiringlar. Chiqdi, yaxshi. Endi 5 ni qo'shinglar. Ko'zni yumamiz. Ko'zlaringni olib qorong'lashdimi? Yo'qlama qilib olamiz. Ahad Qayum kelganmi? Qani ikkalasi ham shatdami? Qaroningni. Amakingizga tars qilib qo'ying. Savol. Nimaga oxirgi payt aktiv tushib ketdi? Nima bo'sh? Nima yo'q bo'lib ketdi? To'g'rimi? Nima bo'lyapti? Nima muammo? Nimaga band? Nima yo'qsiz? Pul ko'payib ketgan? Qarang. Betizga irg'ib yuboraymi hozir? Ha? Pasport ololmay o'tib ketadi. Mana shu bit turaman, pasportni jinsiz degan joyi uchun almashtiradi. Nimaga yo'q bo'lib ketdingiz? Kino, serial nima bo'lyapti? Ishlar bo'lyaptimi? Serial Mo'ykachini. Qanaqa serial ustida ishlayapsiz? Xo'rlangan mo'ykach. Dunyoda ikkita xo'rlaydigan narsa bor. Mana hayot xo'rlagan odam, erik xo'rlaydigan odam. Kinoda nima yangiliklar? Yangiliklar bormi? Bu nimadirlar o'lyapsizmi? Gapir! Tarixiy serial olishyapti ekan. Rejissor o'zingiz. Qarang. Hali yer o'zini o'qin atrofida aylanadi-yu. Shu bir 15 sekundga to'xtab tursa tushib qolasizmi? Ha? Ne bo'layotganda ne to'xtatdi? Tushib qolasiz, biz bor ishlarimizni bitirib qayt. Ha? Muammo yo'q, keyingi yil chiqib olaverasiz. O'tiring joyingizga, yaxshi. Lekin xulqi yaxshi bola. Odobi yaxshi bola. Piyat qo'yadigan bola. Yo'qlamalarda Sanjar Pardayev degani kelganmi? Xafa bo'lish yo'q ama lekin.
Freyonningizdan. Ukamanga kulmang. Ko'krak qafasingizga ikkita bedana tashab qo'yaman, tinchingiz buziladi. Shuningizda asabga tegmang-ku. Mo'ylovlaringizga tirish tushirib yuboraman. Men o'tgan darsda yo'q edingiz. Tinchlikmi? Nima muammo? Ishda edim. Maktab qolib ishga o'tib ketdingizmi? Yaxshi bas. Sizga savol. 1-2 ga ko'paytirsa nima bo'ladi? O'qimaganda 1-2 ga ko'paytirsa 2mish. Bilmasam bilib olinglar, bilmasalar. 1ni hech qachon 2 ga ko'paytirmanglar. 1ni o'zini ko'paytiringlar. Men bilaman-ku. Hozir 2 ga ko'paytirib ruxsat bersa, ertaga 3 ga, 4 ga harakatni boshlaysizlar sizlar. 1ni o'zini ko'paytiring, 1 bilan baxtli yashang. Bo'ldi. O'tiring, yaxshi. Navbatdagi inson. Kabulov Davron kelganmi? Kelgan. Ha. O'tgan safar darsda yo'q edingiz, mayli, uni tushuntirishdi. Ish bilan, maktab ishlari bilan yuribdi. Endi sizga ham oddiy savol. Bizda savol cheksiz. Kelishdiki, 1,2 ga bo'lsa nima bo'ladi? Ha? Oddiy matematik savol. Sinfda qolib ketadiganlar bo'ladi. Bravo. Ibragimova Halimaxon kelganmi? Trayoningizdan. Nima o'tgan safar dars kelmadingiz? Soqqali, ahad qo'yin soqqali ish bo'lib qoldimi? Ha? Savol. Mahallada ikkita xotin gaplashib o'tiribdi. Ularga 3-xotin kelib qo'shildi. Nechi bo'ladi? 3 bo'ladi dedi. Bilmaydi-da, o'qimagan. O'qimagansiz. Mana to'g'ri javob. 3-xotin qo'shiladi-yu, agar eri chaqirib olmasa, shu 11-12 gacha o'tiraveradi ular. Tushunyapsizmi? Bu 3 4 ga ko'paytirsa nima bo'ladi? 12 bo'lmaydi. 3 ga 4 rasm bo'ladi. O'tiring. O'qinglar. Dunyo kartasi bilan durrak o'ynaganlar bormi? Yo'q-a? Yaxshi. Xo'p, navbatdagi yo'qlamani boshliq qilaveramiz dedi. Kim qani familiya? Men ochmabmiz-ku. Abdurahmon Mufid degani kelganmi Abuvay? Qani turinchi o'rningizdan? Qarsanglar bo'lsin. Juda yaxshi bola. Yetakchilarimizdan. Juda yetakchi bolalarimizdan. O'qishlar yaxshimi? O'tgan safar nima yo'q edingiz? Tinchlikmi? Uxlab qopman. Odam bitta joyda ko'karadi. Yana shunaqa javob bersangiz, bitta joyingiz ko'karadi. Shuningizda savol. 8 qanaqa son? O'rgatmaymiz. 8 qanaqa? Juft son. Hammada shumi javob? O'qimaganlar shatdan ma'lum-da. 8 qanaqa son desa, keyingi safar. 8 bu ko'zimni qilganda 3 ga o'xshab ko'rinadigan son deydi. O'tiring, yaxshi, malades. Yaxshi bola. Qani, kelganmi? Gold Vision. Izzatullo aka kelganmi? Mana bu kamerachilarning rahbari. Izzatullo. Taroninni, ha? Salomat. Qancha arsiq qo'yin chipdi? Salomat. Nima o'tgan safar darsda siz yozib olib chiqarib, to'palang janjal qilib yursiz? Oddiy savol. Bitta sonni o'ylang, bir xonali bo'lsin. Bitta sonni o'ylang. O'yladingiz-a? 785 ga ko'paytirib 913 dairasida ildizosidan chiqqan sonni 2x ga ko'paytirib turib, tangens 90 gradus burchakda nechi bo'ladi? Bo'ldi, akani bezovta qilmanglar. Dushanbagacha band. Bo'ldi. O'zini o'zi bilan band qilib qo'ydim. Akaga ortiqcha gap kerak emas. Ko'cha kuyda mana qilib qaysi oyda dushanbasigacha ekan? Hali dilimi degani kelganmi? Mana Dilshod Nazar. Salomat. Amakizga tars qilib qo'ying-chi. Salomat. Savol. Siz yurgan qiz, tasavvur qilaylik, sinus. Kimdir sinusida u. Siz tangens. Akalari kosinus.
Yuri qizni sinusni tashab ketsangiz, siz nima ish qilgan bo'lasiz? Katangizda ishni qilgan bo'lasiz. Endi o'sha qizni akalarini borib, o'rtoqlaringiz bilan ursiz. Geometriya matematikada nima bo'ladi shu holat? Bilmaydi, o'qimagan, darsga kelmagan. Akalari kelib, sizni qo'sga olib turib, bir yildiz ostiga tiqib qo'yadi. Kasringizga qolib yuraveramiz. Bag'i keyin parallel pipetda. Malades, yaxshi bola. Yaxshi bola. Men bu bolani ana ilmiy ishlarini ko'rdim. Diliy taxallus ostida. Uka menga gapirsin, papirsin qilma. Papirsin qilma uka. Dars bo'lyapti. Gapirsin, ba bo'yningga shunaqa uraman, bo'yning tugul, bo'yningdagi qarzlaring ham uzilib ketadi. Ochkini bering-chi bola. Ochkini bering-chi. Originalimi? Yoningizdagi qani bersin-chi. Bering-chi ochkini qani. Qani? Yaxshi. Bunday qiling-chi. Mana shunday yuraverasiz. O'zi bunaqa bet bilan kech payt 12 dan keyin chiqsangiz ham bo'laverar ekan. Hozir o'qituvchining ustidan yozadiganlar ko'paygan. Ha? Mumkinmi? Ha, mumkin. Keling. Nima bo'ldi? Javoblar chiqdimi? Shte choma! Test javoblari. Chiqdimi? Tak, hammami? Qani sizniki? Qani siznikimi? Ha, mana ikkita chizgicha. Iye. Nazokatxon. Tabriklaymiz kollektiv nomidan. Kuyov bolaga salom aytasiz. O'g'ilmi, qizmi bergan. Pensiya tagliklari bor. Mana bu yerda turibdi bizni homiyimiz. Pensiya tagliklari, vlajniy salfetkalar. Shuni olasiz o'g'lingizga mendan padarka. Qo'rqmang, u yara toshirmaydi, qizartirmaydi. Uni o'g'lingiz kelgandan keyin tursiydan ko'ngli qolib ketadi. Katta bo'lganda ham hech qisi kelmaydi. Shu banan qulpini aralashgan hid kelib turadi. Boravering, yaxshi, tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklab qo'yasizlar. Demak, uka ishni cholarma, ishni cholayotgan tishini bor-ku. Shu bit turaman, shani banka qo'ysang ham tuzalmaydi tishingga. Zuluk qilib uka hozir sani borish. Ikkala qoshing orasiga irg'ib tepaman, qoshlaring o'yinga tushaveradi-sha. Asabga tegma. To'lqinjonni yana kelganmi maktabda zo'ravoni? Turayingizdan. Qani sahnaga. Qarshi bu yangi o'quvchimiz. Salomat. Qismay qo'yardim. Osh yeydigan bo'lib qoladi-da, qo'laman qissam. Yo nosga, yo oshga mo'ljallanib qoladi. Qalay bo'lyapti? Sizga kim ruxsat berdi bu maktabga buni figura bilan kelishga? Qarab, kattalar bunday qaramaydimi bu figura? Forma mayli, figura. Sport yaxshi narsa. Sport yomon emas. Sportda mana maktabda shu bola hammani himoya qilib yuribdi. Mana daraxtlar chopiladimi, hammasida o'zi bosh-qosh bo'lib turadi. Malades. Qani bitta uringchi? Masjidga bitta, ha, tars qiling chiqani. Jim, uringchi qani? Jim, uravering. Jim, gapirmanglar, uravering. Uryapsizmi? Mana sportda shunaqa matematikada qoida bo'lmasa charchab qolasiz. Udar ham qattiq tegmaydi. Qattiq qilibsiz, qarang. Og'rimadimi? Bo'ldi. Sekin joyingizga bu
Ama bitta narsa, dushanba kuni bir doktorga borib rentgen qildirib yuboramiz. Bo'lmasa olib ketib qoladi. Jiddiy qaraysiz. Hop, jiddiy qarang. Bo'ldi, sekin tushavering. Joyini ko'rsatmanglar, o'zi topsin. Jim. Yaxshi. O'sha gap, borib bir yo'li ana kardiolikka ham uchrab yuborasiz. Uni yomonda bir teganda boshida kuldiradi. Maza qilib turadi. Salapan bilan yuradigan qilib qatda bu-da. Yaxshi. Ha, dushanba. Kardiogramma. Yaxshi. Demak, davom etamiz. Doniyor, Donikvayn hamma taniysiz. Bahodir bir shisha aroq ichdi. Doniyor 2 shisha aroq ichdi. Savol, 2 shisha ichgan Doniyor qaysi burchak ostida yotibdi? Ha? Bilmaysiz. Bilmasangiz bilib Doniyor o'tkir burchak ostida yotibdi. Chunki o'tkirligiga bor ichganda. Tushundingizmi? Geometriyani qattiq ushunki. Sog' bo'ling, o'tiring. Husan Atabat degani kelganmi? Qarsanglar bo'lsin. Mana oddiy savol. Mana shu basharani 2 ga bo'lib 4 ga ko'paytirsa nechi bo'ladi? Elmurod nima? Sizlar xafa bo'lish yo'qda, aqa-baqa qilib tashladingiz. Ko'p navbatda MMA'lar bo'lyaptimi? Maktabda yaxshi. Mana shu maktabda MMA sport turi zo'r rivojlandi. Endi bitta narsa, geometriya. Hozir biz odamlarga o'rgatishimiz kerak. MMA'da stoyka qana bo'ladi? Mana bu narsa stoyka deyiladi. Ko'ryapsizlar? Bitta hamma narsa geometriya. Oyoq uchburchak. Endi bular mana aqli turib olayotganlar ham bor. Bu kerak emas. Uchburchak. Mana bu narsalar 45 gradus burchak ostida turishi kerak. Agar sal tushsa bo'ldi, bir uradi raqib, burchak jinnisi bo'lib turaverasiz. Kelishdigi 45 gradus tushish kerak bo'ldi, tamom. Kelishdigi urganda ham mana bu narsa. Vertikal, gorizontal. Vertikal, gorizontal. Sportchilar, meni payimdan bo'linglar, bo'ldi. Shunaqa udarlarim bor, hali ochilmagan upa ko'pkada. Shu qattiq ko'rsangiz ham betiga tegaveradi-da. Tushunasizmi? Aytyapman uni. Taxminan qattiq o'tsangiz ham uni betiga tegaveradi. Suvelari bilan birga ko'nglini ham sindirib yuboradigan udarlar. Uyga borib, o'riga baylab, o'ri daraxtga itini oldida ursangiz ham bo'ladi-da. Kelishdigi, davay, sportni mahkam ushlaylar. Bo'lmasa, mahkam sizlar ushlashi mumkin-mi? Qarsanglar bo'lsin, yaxshi bolalar. O'zimizni sportsmen jaydari bolalar. Demak, o'rtoqlar, ana endi men sizlarga hozir futbolga bog'lab tushuntirib beraman. To'p topchiq. Mana shu futbolni hozir geometriyaga shunaqa bog'liqligini ko'rsataman. Bo'sh ish o'rnida. Mana shu qo'yganiga 10 ming, 15 ming olib yuradi. Kelishdigi futbol. Futbolda, menga qaranglar, Realda muxlislari bormi? Benzimaga qaysi biring nomerimni berding? Ha? City bilan oxirgi o'yinda menga telefon qilib, "Erigaga bizga boshqa to'p olib bering, City narigini bermayapti" dedi. Keyin ayting, biz tomonga kelib olishmas, o'zlarining varatasi bor-ku deydi. Unaqa nomer tarqatmanglar. Demak, nima? Uka, gapingiz men qitiqlab o'ltiraman, topib olsam. Nima? Shu bir ruchinga qusaydigan qilib qolman. O'rtoqlar, biz fintlarni ham joyiga qo'yib olishimiz kerak-da. O'yin payti, mana misol uchun, mana. Ko'rib turibsizlar. Hop. Ko'r. Gaplashib, kofe ichib, mana shunday yuraverish kerak-da futbolistlarimiz ham. Tushunyapsizlarmi? Ha? Ko'rib turibsizlar. Ko'r. Shuni to'psiz ko'rsating. Ko'rib turibsizlar?
yo'q to'pga shuncha qo'rqishyapti. Agar shularni bir to'p bilan qiladigan bo'lsak boru, raqiblar ishdan qochib ketadi. Kelishdik-a? Dixalga ham ketdi. Ana kuni Dixalkam bilan gaplashdi. Aka bo'ldi qilaylik deydi. Qaytardim men. Xo'p, davom et. Haydarovich, juda zarur. Seni uka, mana shu 3 choli muzika chiqarmanglar. Hozir barmog'imni qirsillataman. Ozarbayjoncha usulmi deb orasan. Ha. Elon Musk telefon qilyapti. Elon Musk? Hani? Allo. Alone dance. Aha. A ty the candy shop. Nu tați mă necre candy shop. iPhone, smartphone. Wat is er voor? Huh? Mother father sister brother. Aha. Holland. Okay. Holland gol uribdi. Demak, mana shu joyda darsimizni eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. O'rtoqlar, haqiqiy savol. Haqiqiy savol. Big Vines degan turingchi o'rningizdan. Turing, qarsak bo'lsin. Yaxshi bola, salomat. Oddiy savol, pizza haqida. Hamma biladigan savol. Zuzu pizza misolida tushuntirib beraman. Ekranga qarang. Pizzani korobkasi to'rtburchak, to'g'rimi? İçidagi pizza dumaloq. Endi buni biz 3 burchak shaklda yeymiz. To'g'rimi? Uchalasini qo'shsa nima bo'ladi? Ha? Javob nima shularni? 4 burchak dumaloq, 3 burchak qo'shu teng. Javob yo'q? X bo'ladi. PlayStation. PlayStation'da pulti. Zuzu pizza, tushunyapsiz? X nima vazifani bajaradi futbolda? Oshiradi, pas beradi. Ko'ryapsiz? Mana shunaqa pizza bo'lganda bersan ham degan ma'noda bildiradi. iPhone kamerasi dumaloq, lekin rasmga olsang to'rtburchak chiqaveradi. Buni javobini keyingi darsda o'rgataman. O'tiring. Haydarovich. Aman. Uka, men seni ko'rdim. Men seni eslab qoldim, isha. Shu urib kiyimlaringni yirtib yuboraman. Yangi kiyim olguncha moda o'zgarib ketadi, isha. Men seni tanidim. Men seni shuni prekrasno bilib turibman. Nima deysiz? Men bor uzr, men mumkin emas desam, men bitta tarbiyasi bostirib kirishga harakat qilyapti. Yo, xalaqit qilmay turing endi seni. Baqa o'tib turing. Qo'shdichi? Tinchlikmi? Bizni jiyanga baho qo'ymaydigan sizmi? Nima bo'lyapti sizga, ha? Shu bo'ladi ashta. Nima deysiz? Bizni jiyanga baho qo'ymasdan yiqitib yuboryapsiz ekan, bahoni qo'yasiz, keyin ketaman. Tushunarlimi? Qo'yish kerakmi? Qo'yasiz, qo'yganda 5 qo'yasiz. 5 qo'yish kerak? 5 siz ketmayman. Svet yondimi? Tanidingmi? Erga. Salom alaykum. 14 emas urgandek bo'ldimi? Ha? Erik Haydar. O kallani ehtiyot qilgan. Ichida miya bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Miyani ishlatgan, og'rimaydi. Keyin kitob o'qigan, bir xilgilar bor, kitob o'qisam kalla ishlab ketib qoladi bo'ylaydi. O'qigin, tushundingmi? Keyingi safar yana shuna qilsak, havoga olib chiqib olaveraman. Ertalab 9 da chiqib ketamiz. Shu obedlarda och qoringa tushib kelaveramiz. Tushundingmi? Menga o tanka sizlar ham shu. Panka jo'natmanglar sessiya payt. Kelgan tankalari shu suv sepib miltiqqa o'xshab chiqib ketaveradi. Keyin pora masalasi. Pora taklif qilib yurishma, tushundingmi? Hozir pora berasan, meni hojatim chiqadi, keyin seni hojating chiqadi. Ta'limni shunaqa qilib hojatxona qilib yuborishyapsan. Tushundingmi? Uzr, men Shabaloqdan tanib qoldim. Bor, yo'qal. Men agar bilsizligingizni Bor, yo'qal, orqamacha gapirib chiqib ket gaplaringni. Xo'p, bo'l. Men agar sizligingizni bilganimda Eriga, o'maga qarama.
Umuman gapirmayapman. Keyingi safar jiyanni o'zini kaltaymiz. O'rtoqlar, bugun mana shu darsda Elmurodni dadasi bilan ayasi ham kelganmi? Qani Elmurod dadasi bilan ayasi? Karim tog'a, salomat. Salomat. Yaxshi, yaxshi. Ma'mur opa, yaxshimisiz? O'tiring. O'tiring. Bu odamlar Elmurodning ota-onasi. O'g'illaring yaxshi, yomon emas. To'g'richa parosat o'rtacharoq. Yomon emas, yaxshi bolani tarbiya qilgansiz. Men nimasini hurmat qilaman? Masalan, 3 ta qizi bor, lekin xotinini hali haydab o'rgani yo'q. Bir ikkita chumolaga o'xshaydi. Mana shu tomonlari yaxshi. Ichmaydi, chekmaydi, yurmaydi. Bitta narsa, mana shu odam Elmurod dadasi, to'g'ri, menga aloqasi yo'q, lekin mani dadamnikiga boraman, nima qilay? Nimagaligini aytaymi? Chunki dunyoda qanaqa og'ir kasallik o'zi hammasini bo'ldi-da mana shu odam. Insult, infarkt, rak, yurak operatsiya, yurak ko'chir, tomir ko'chir, insult, davleniya, sahar. Buni endi Mustoshifo, Arroziy degan klinikalardagilarda so'rasalaringiz bilishadi. Mana shu yoshda mana konsertda o'tiribdi. Endi men boshida kelishdik. Men Elmurod dedi, aka men ota-onamga sovg'am. Men beparosatni bilaman. Hozir unga qo'yib bersam, bitta she'r aytib, Zayniddinga o'xshab gul bilan qutulib qo'ya qoladi. Bugun sizlarga, men ham sizlarning o'g'illaring qatoriman, to'g'rimi? Siz o'zim sovg'a beraman. Mana shu bolani yaxshi tarbiya qilganlaring uchun. Elmurod, bu odamlar endi mana qo'li gips. Aytibman o'zimizdan. Meni dadamni devoraman-da, qo'li gips. Men sovg'a beraman. Elmurodga aytib yurmaysizlar. U ipilosga hozir aytsam gul beradi. Bu shu-da endi. O'zini boy qilib ko'rsatib yuradi. Mana bo'ladigani mana. Bo'laveradimi? Salomat. Qaytarsib qo'yincha. Yaxshi. Olib chiq sovg'alar. O'tgan yili darsga kelmadingiz-a? Pulini men to'laganman. Ben hech qanaqa reklama, peklama bas. Prosta endi o'sha bolalar dokumentini qilib beradi. Mana shu bolani tarbiya qilganlaringiz uchun Ma'mur opa bu sizga. Karim aka 20 ta davlatga sayohat. Ma'mur opa menga paxta qo'ymang. Bilaman buni Elmurodga olib kelgan. Mayli. Elmurodga olib kelingan gul. Ey navbatda. Men bitta sovg'a beraman, shu bilan qayta sovg'a bermayman. Bu Elmurodning qizimi deyman-a? Dadang qali? Dadangga salom et-a? Bor. Bugun mana baki bratishki. Mana bola sizlar uyga bor, to'g'rimi? Meni uyimda. Elmurod kichkina qizi. Dadang qali? Qo'y og'zidan cho'p olmaydi, lekin tishini sug'urib ola qoladi qo'y. O'sha uy buniki basida, u askiya qiluvdi. Mana o'sha sizlarga. Kim edi bu bola? Daler. Elnurdikas, malades ekan. Odam tanlashda adashmayapsan axir. Ashta o'tirgan hammalaringga aytaman, sizlar qiziqchi tanlashda dunyoda eng didi baland odam ekansizlar. Shunaqa ham yuqori didi bo'ladimi? Mana darsni mana shunaqa o'tish kerak. Kelishdik-a? Karim tog'a, kasal bo'lib qolish yo'q endi bag'iga. Aqa endi bo'ldi, to'xtatamiz. Anini olib ketmaymiz sayohatga. O'zimiz. Siz, men, Ma'mur opam kelishdik-a? Cho'lamiz. Hozir bunga borsangiz darrov ishda reklama yasab, jinniga o'xshab yuradi. Prosta bor, kayf qilib dam olib keladi. Kelishdik-a? Avvalda. Beparosat muzika. Bitta narsani bilib olinglar, o'rtoqlar. Bu hayotda hamma narsani pul hal qilavermaydi. Haqiqatda diqqat bilan gapimni eshitinglar. Pul bu hayotda hamma narsani hal qiladi degani emas. Tasavvur qiling. Sizga hozir 10 million dollar bersam, siz xursand bo'lasiz, rahmat aytasiz, to'g'rimi? Lekin evaziga ertaga uyg'onmaysan desam, 99% odam o'sha 10 million dollarni olmaydi. Bu degani har birlaringizni ertangi kunlaringiz 10 million dollardan qimmat turadi. Sizlarga berilayotgan har bir kunni qadriga yetib, kulib, tabassum bilan o'tkazishlaringizni xohlayman.
Sizlar bilan Kamina Erik Haydarovich bo'ldi. Rahmat.